Okalar, nimalar bo'lib ketyapti? Adam bilan mashina bozoriga keldi. Mashina olishimiz kerak. Uyga kalishga mashina olishimiz kerak. Kelib minadi. Nech pul dedingiz? 16,5 dom. 16,5 mingga berib yuborasizmi rostdan? Qarang, 460 kilometr, 160 kamera, okey. Elektropaket полный. 18 diska balonladi. Trekkerdan katta mashina. Yo, ko'rib turibman, aka. Nimaga arzon bu, aka? Bir haftalik mashina emasmi? 23 yili. Qancha yuradi deysiz? 460. Ani rostdan men hayratlanganim uchun sizga ham manfaatli bo'ladi. Tekin ko'rsatib beraman. Indeks bozorida ana Vulingda turib kelib ko'rsanglar bo'ladi. 16,5 mingga menimcha yangi elektromobil yaxshi. Elektromobil yo'q-da, bor. 10 mingga ham ana Tiko'ga o'xshagan mashinalar bor, lekin men hozir ko'rib o'zim hayratda qolyapman. Shuning uchun sizlarga ham ko'rsatdim. Gap yo'q. Men tekinga video qo'yib beraman, siz ham bu kimga jo'nating, manfaatli bo'ladi. Shuncha puli bor, qarab yurgan o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin. Bo'lmasa like bossangiz, o'shalarga yetib boradi.